Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, chegirmali narxlardan boxabar bo'lib turaylik. Mahmudjon yangiliklar bo'lsa xabarini berib turing deganlarga, xudo xolasa bugun juda ham chiroyli yangiliklarimiz bor va komfort paketimizga ozgina joy atkaz bo'lib, joy ochilib qoldi. Ushbu yangilikni ham sizlarga yetkazay degan maqsadda ushbu videoda olyapman. Xudo xolasa aziz obunachilar, Centrum Holidays, Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Ya'ni rasmiy ofisdan sizlar bilan yuzlanyapmiz. Bizdagi imkoniyatlar barchasi qonuniy. Istasalaring Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik 692-uyga kelib naqd ko'rinishda shuni to'lov o'qib ketinglar. Xolasalaring hisob raqamlaringizni tashlab beramiz. Bank orqali to'lovlarni amalga oshirsalaringdan bo'ladi. Akalar, bizda qonuniy. Biz hech kimga ijtimoiy isbotlashimiz shart emas. Biz oddiy videolarimizni ko'rsalaring o'zlaring hamma yo'qdan nima deydi, ishonch hosil qilasizlar. Ko'pchilik telefon qilib atta ko'rdik, uni ko'rdik, buni ko'rdik, uka baribir oxiri sizga to'xtaldi deb. Xo'p, nimaga menga to'xtadilaring? Videoyingizda gazingizni ko'rsatyapsiz, ovqatingizni ko'rsatyapsiz, eski videolaringizda ag'dagi sharoitlarni yoritganingizni ko'rsatyapsiz deyishyapti. Ya'ni bizda yolg'on yo boshqa yo'q, yaxshi gapirib odamni olib uchib olgandan keyin ag'i nima bo'lsa o'lar degan narsa yo'q. Sharoitimiz bexijolat. Xudo xolasa juda ham chiroyli. Xudo xolasa juda ham ko'p obunachilarimiz bizga aloqaga chiqib, mana o'zlarining joylarini bron qilishyapti. Mana 10-Farg'ona Madina yo'nalishidagi reysimiz to'ldi. Qariyb 25 ta 30 taga yaqin odamni shaxsan meni obunachilarim o'zlari xarid qilib, joylarini bron qilishdi. O'shaning uchun akalar chiroyli sharoitlarga ulgib olinglar. Xudo xolasa bizda standart hamda komfort paketlar bor. Standart paketimiz Madina Munavvarada 200-300 metr masofadagi gastnitsa orada, lekin men o'zim borganimda 100 metrda turdim. Ya'ni 100 metrdan 300 metrgacha bo'lgan gastnitsa. Makka Mukarramada bo'lsa, akalar Malak Al Safa, Number 1 Hotel, Al Dera nomli 3 ta yonma-yon gastnitsamiz. Akalar, ko'pchilikda hozirgi kunda odam ko'pligi uchun avtobusdan muammo bo'lyapti. Xudo xolasa bizda muammo bo'lmaydi. Nimaga aytaymi? Bizda 3 ta gastnitsa bor. Aynan 3 ta gastnitsaning 2 tadan avtobus bo'lsa, bizda jami 6 ta avtobus bor. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, qaysi biri yurayotgan bo'lsa, ashinsiga chiqaverasizlar. Sizlar qiynalmaysizlar. Eng asosiysi, namoz vaqtida odam ko'p paytda bizni gastnitsamizda bizni ziyoratchilarimizni avtobusda oqtarib qiynalishmasligi uchun har bitta stankada bitta odam turib avtobusga chiqaradi. Mana sizlarga qulayliklarimiz. Akalar, endi eng qizig'i stankasi 3-ham soat binosi tugab 3-hammom o'ngga burilib 150-200 metr yurar yurmas bizni stankamizga chiqasizlar. Yosh kattalar uchun ham juda ham qulay. Inshaalloh gastnitsalarimizni sharoiti o'ta ham noyob. Endi men sizlarga yana ma'lumot berib o'taman. 50 boshlarimiz mukammal umra qilishlaringga yelkadosh bo'lishadi. Ahli ilm, yuqori yillik tajribaga ega bo'lgan 50 boshlarimiz sizlarga hamsafar bo'lishadi. Yaqinda boshlig'imiz o'zlari borib yangi 50 boshlar jalb qildilar. Eski nima deydi, faoliyatini iste'mol qilayotgan 50 boshlarni ishdan olib mana yangi 50 boshlar qo'ydilar. Endi har xil holat bo'lib turadi, lekin bizning paketimiz o'ta ham go'zal. 50 bosh xizmatidan ko'ngilli to'q qilasizlar. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Bizda o'zimizning shaxsiy oshxonamiz bor. Aynan ana shu oshxona orqali taomlar tayyorlanib siz aziz yurtdoshlarimizga taqdim etiladi. Taomlarimiz ham juda ham go'zal. Undan tashqari yana sayohatlar, Madina Munavvarada 5 dan ortiq ziyoratlar, Ravza-i Sharifga 100% tashrif. Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyoratlar, Qizil dengiz sayohati xohlovchilar uchun esa albatta Toif ziyorati. Nimaga desalaring, aksariyat yosh kattalar ikkinchi marotaba umra qilgani qiynalishadi. O'shaning uchun Toif shahriga xohlovchilar, kuch-quvvatli yetuvchilarni ziyorat hamda sayohatga olib chiqiladi va qaytayotib ikkinchi marotaba umra qilish imkoniyati beriladi. Bizda doktor xizmatidan muammo bo'lmaydi. Bizda gruppa bor. Gruppaga misol Malak Al Safa 302-xona desa, uzog'i yarim soat 20 minutga qolmay doktorlarimiz kirib sizlarga birinchi yordamni ko'rsatishadi. Inshaalloh o'zlaringni yonlaringga qanaqadir dori olib olgan bo'lsa ikkovlaringni boshqalaringni qilishadi. Endi agar mabodoki
sizlarda dorilaring yo'q bo'lsa ham bizga O'zbekistondan zapas dorilarni doktorlarimizga yetkazib berib turamiz. Ziyoratchilarimizning hol-ahvoliga, shart-sharoitiga biz nima deydi, mahkam paydam xalq uchun xizmatda turadigan firma hisoblanamiz. Akalar, ota-onalaring ishonib topshiringlar, ishonchli qo'llariga, xavfsiz va mukammal umra qilishligiga biz yelkadosh bo'lamiz. Biz ob'yom uchun, narxda arzon qilish uchun ishlamaymiz. Biz sharoit uchun ishlaymiz, akalar. Shuni hisobga olasizlar. Aeroportga uchib ketayotganlaringda sizlarga bejik beramiz. Centrum Holidays yozuvlari tushirilgan sumka, Centrum Holidays yozuvlari tushirilgan kamzillarimizni beramiz, xudo xolasa. Endi Comfort paketimizga to'xtalib o'tamiz. Comfort paketimiz 13-chi Farg'ona Jidda, bir juma Madina, bir juma Makkadagi Comfort paketimiz. Madina Munavvarada ham 3 mahal, Makka Mukarramada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari 50 boshi O'zbekistondan birga olib, birga olib borib, birga olib keladi. Xudo xolasa, gastnitsalariga keladigan bo'lsa, Madinada 100 metr, Makkada 13-chidagi 800 metrga tushadi. 27-chiga yana bitta bor, uni bo'lsa u 1 kilometr masofadagiga tushadi. Madinada 100 metr, 13-chi 800 metrga tushadi. 27-chiga 27-yanvar Farg'ona Jidda bor, u 1 kilometrga tushadi. Endi ziyoratlari o'sha Madinada 5 dan ortiq, Makkada 10 dan ortiq, Qizil dengiz sayohati, Rojixiy masjidida kechki ziyofat, Toif shahriga ziyorat hamda ibodat, Madina Munavvarada ham kechki ziyofat beriladi. Comfort paketimizning afzalligi Madinada ham 3 mahal, gastnitsalar yaqinroq 4 yulduzli gastnitsalar bo'ladi. Xudo xolasa, eng afzali 50 boshisi 14 kun faqat sizlarda o'zlaringga qaraydi. Sizlar bilan mukammal umra qilib yelkadosh bo'ladi. Va yana eng asosiysi 13 Farg'ona Jidda reysimizning narxini $1050 dan skidka qilib berdik. Bu bo'lish narxi o'tib bera olmaymiz. 11 dona joyimiz ochilgan xolos. Endi yana 27-chi Farg'ona Jidda, bir juma Madina, bir juma Makkaga to'g'ri keladi. Comfort paketimiz. Ushbu paketimizning narxini $1090 dan qilib berdik. Kim o'zini ota-onasini komfort sharoitga joylayman desa, komfortga, standart sharoitga joylayman desa, standart sharoitga joylab beramiz. Toshkentdan ham reyslarimiz amalga oshiriladi. Bemalol Toshkentdan ham aloqaga chiqishlaring mumkin. Endi men sizlarga standart paketimiz sanalarini tanishtirib o'taman. Xo'p, 14 Farg'ona Madina 10 donaga yaqin joyimiz qoldi. $995 dan qilib beramiz. Xo'p, undan tashqari 18 Namangan Jidda, 21 Farg'ona Madina, 24 Farg'ona Madina, 25 Farg'ona Madina, 26 Namangan Jidda, 31 Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimizni hammasini $1025 dan sizlar uchun chegirma qilib beramiz. Biz rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uyga tashrif buyuringlar yokida 12 ta viloyatdan aloqaga chiqib pasportlarini tashab hisob raqamlarimizga to'lovlarni amalga oshirib beringlar. Ekrandagi raqamlarda WhatsApp, Telegram bor. Bemalol aloqaga chiqib to'lov ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi.